Nima uchun amirlik yiqildi, quladi ruslar qo'lida? Rus mualliflari esa Rossiyani ulug'lab ko'rsatishga moyil bo'lishadi. Bir kun mehmon qiladi, ketidan yana ikkinchi kun va yana uchinchi kun. Mehmondo'stlik, sovg'a salomlardan so'ng Omonulloh xon xiyonat qilib, Amir Olimxonni saroyga qamab qo'yadi. Bu voqeani menga bobom aytib berayotganda yig'lar edilar. متعاونين يعني. فعندما جاء عنده رحب به أول يوم وقال له أنا لا أريد ترحيب ولا أريد الحفلات، وثاني يوم وثالث يوم فبدأ يقدم له الهدايا وكذا ويقول له نحن في جهاد، نحن في بلدنا في حرب. Hatto shu niyatda o'zbek tilini o'rganay deb o'zbek ayolga uylandim. Lekin unga arab tilini o'rgatdim-u, o'zim o'zbekchani o'rgana olmadim. Tasavvur qiling, eshikning dastasi, faqatgina eshik tutqichining o'zi feruz toshlari bilan bezatilgan. Biz 5 yulduzli mehmonxonalardagi hovuzlarni ko'rganmiz, lekin bunisining oxiri ko'rinmasdi. Bu faqat amirning o'zi cho'miladigan hovuz edi. Bir paytlar kumush va marmar idishlardan ovqatlanishgan bo'lsa, keyinchalik hayvon suyagida ovqat yeyishga majbur bo'lishgan. Ular shunday deyishgan: ya'ni agar pulni olmoqchi bo'lsang, marhamat uning avlodidan bir kishini olib kel. Ikkinchi shart, u Buxoro amiri bo'lishi kerak deyishgan. Bu bajarib bo'lmaydigan shart. Omonulloh xon unga: siz va atrofingizdagilar siyosiy mahbussizlar. Rossiya buyuk davlat. Biz unga qarshi bora olmaymiz. Menga shunday buyruq berilgan deb javob qiladi. Urushdan keyin kelgan ko'plab eski buxorolik, andijonlik o'zbek oilalari Saudiya armiyasida ichki xavfsizlik xizmatlarida yuqori martabalarga, general, polkovnik darajalarigacha erishishgan. Ular bu bayroqni baland ko'tarishlari va buxorolik ekanliklari bilan, ajdodlari dinga xizmat qilgani bilan, asli shu muborak zamindan ekanliklari bilan faxrlanishlari lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayxim. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz, shayx. Bugun mehmonimiz oldingi mehmonlarimizga qaraganda farqli. Bugungi mehmonimiz Shayx Ahmad al-Buxoriy. Bu kishi Buxoroda oxirgi hukm qilgan amirlarning avlodidandir. Bu kishi 100 yil oldin ajdodlari Arabistonga kelgan va shu yerda tug'ilib o'sgan. Bu kishi bilan ajdodlari to'g'risida Amir Buxoroning oxirgi hukm qilgan ajdodlari haqida suhbat qilamiz. Umid qilamanki, inshaalloh bu suhbatimiz foydali va barakali bo'ladi. Ahlan va sahlan bik. Alloh sizga baraka bersin. Sizga ham shayxana, bizni bu podkast majlisimizga xush kelibsiz. Keling, avvalo siz bilan yaqindan tanishib olsak. Allohning panohida bo'ling. Avvalo bu mavzuga qiziqish bildirganingiz uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ajdodlarimiz, o'zbek va buxorolik birodarlarimiz ajdodlari tarixiga qiziqishingiz qalbga surur bag'ishlaydi. Ismim Ahmad ibn Abdulahad ibn Hoshim ibn Akrom. Akrom bobomiz Amir Abdulahadning ukasi bo'lgan. Ikkalasi Amir Muzaffarxonning o'g'illaridir. Amir Muzaffarxon Buxoroda oxirigidan 3-amir bo'lgan. Uning ko'p o'g'illari bor edi. Ulardan biri Akrom, yana biri esa Buxoro amirligini boshqargan Abdulahaddir. Abdulahaddan esa Olimxon va boshqa ko'plab og'alarimiz dunyoga kelgan. Buxoro amirligining so'nggi amiri Said Olimxon bo'lgan. U kishi otamning amakisi bo'ladi. Allohga shukrlar bo'lsin. Biz ushbu yaxshilik, baraka va saxovat yurtida dunyoga keldik. Biz ham, otamiz ham shu yerda tug'ilganmiz. Bobom esa bu yerga yoshligida kelgan. Demak, siz va otangiz. Ha, bobom ham saudiyalikmiz. Siz va otangiz shu yerda tug'ilgansiz. Ha, men ham, otam ham shu yerda tug'ilganmiz, alhamdulillah. Bobongiz Buxoroda tug'ilgan. Bobom Buxoroda tug'ilgan va bu yerga yoshligida kelgan. Mubinxon ismli akasi ham bo'lgan. O'sha paytlar qirol Abdulaziz Saudiyaga qaytib kelib, mamlakatni birlashtirayotgan davrlar edi. Alloh u kishini rahmatiga olsin. Savolim shuki, Buxoro amirligini bir qancha sulolalar boshqargan. Siz mansub bo'lgan Mang'itlar sulolasi qachondan qachongacha hukmronlik qilgan? Min mata ila mata hakamat? تقريبا يا شيخ هي بدأت
Ularning hukmronligi taxminan 1793-yillarda boshlanib, 1920-yillarda tugagan. وانتهت في 1920. Amirlikni nechta amir boshqargan? Bilganlarim va eshitganlarimga ko'ra, 12 dan ortiq amir bo'lgan. Sulolaga Muhammad boy asos solgan. Keyin taxminan 200 yildan ortiq, ya'ni 2,5 asrga yaqin hukmronlik qilishgan. من 200 سنة أو أكثر من 200 سنة. Endi shayxana achinarli savol beraman. Nima uchun amirlik yiqildi, quladi ruslar qo'lida? Biyadi rus. نعم والله هذا شيخ السؤال مهم جدا. Ha, bu juda muhim savol, birodarim. Lekin bilasizmi, tarixni har kim o'zi xohlagancha yozadi. Ha shayx, g'oliblar doim tarixni o'zlari yozib, qarshi tarafni yomon otliq qilishadi. Ha, ular qarshi tomonni yomonotlik qilishadi va hech kim haqiqatni ochiq aytmaydi. Lekin biz ularni xatosini takrorlamasligimiz kerak. Men o'zimdagi ma'lumotlarni aytaman. Ular to'g'ri bo'lishi ham, xato bo'lishi ham mumkin. Bobolarimdan eshitganlarimga ko'ra, davlatning qulashiga birinchi sabab Buxoro amirligida yaxshi tayyorgarlik bo'lmaganidir. Ruslar qurol-yarog' va boshqa sohalarda ustun edi, bu ma'lum. Vaholanki Buxoroda askarlarning soni ko'p, tayyorgarlik ham yomon emasdi. ثم بعد ذلك مع أنه سبحان الله كان عدد الجنود في البخارية وكانوا استعدادهم. Lekin avvalo bu Allohning irodasi. Qolaversa, ruslardagi texnologik ustunlik ham o'z so'zini aytgan. بعد ذلك التفوق التكنولوجي والتفوق التقني وكذا كان عندهم هم، وهذا معروف. الذي كان القصة المهمة التي أريد أن أقولها، وهذه ما كتبها كثير من الباحثين، ولا حتى الأخ الله يجزاه خير الذي كان يبحث وكذا ما كتب هذه القصص، لأنه هو بعض الناس، يعني ما أحكم على أحد بنفسي، لكن بعض المؤرخين هم يأخذون من المؤلفين الروس. Endi men aytmoqchi bo'lgan muhim bir voqea bor. Buni ko'p tadqiqotchilar yozmagan, chunki ba'zi tarixchilar ma'lumotlarni rus mualliflaridan olishadi. Rus mualliflari esa Rossiyani ulug'lab ko'rsatishga moyil bo'lishadi. Lekin men bobomdan eshitgan bir gap bor. Urush boshlangach, Amir Olimxon o'sha paytdagi Afg'onistondan yordam so'raydi. Afg'oniston podshohi Omonulloh xon edi. Amir unga maktub yo'llab, madad kuchlari so'raydi. Omonulloh xon uni huzuriga chaqirib mehmon qiladi. Ularning munosabati aka-ukadek qalin bo'lgan. Bir kun mehmon qiladi. Ketidan yana 2-kun va yana 3-kun. Mehmondo'stlik, sovg'a-salomlardan so'ng Omonulloh xon xiyonat qilib, Amir Olimxonni saroyga qamab qo'yadi. Bu voqeani menga bobom aytib berayotganda yig'lar edilar. متعاونين يعني. فعندما جاء عنده رحب به أول يوم وقال له أنا لا أريد ترحيب ولا أريد الحفلات، وثاني يوم وثالث يوم، فبدأ يقدم له الهدايا وكذا، ويقول له نحن في جهاد، نحن في بلدنا في حرب. فهو قال له أنت الآن يعني سجين في هذا القصر. نعم. Ularning aytishicha, asosiy muammo shu yerda bo'lgan. Chunki Amir oldin Allohga, so'ng shu odamga suyangandi. Lekin bu noto'g'ri suyanish bo'lgan. Albatta hammasi Allohning taqdiri. Buxoro amiri Omonulloh xonning oldiga kelganida, u amirni vafotiga qadar katta bir saroyga qamab qo'ydi. Amakimiz Olimxonning qabri hozirda ham Qobulda. Omonulloh xon unga: "Siz va atrofingizdagilar siyosiy mahbussizlar. Rossiya buyuk davlat. Biz unga qarshi bora olmaymiz. Menga shunday buyruq berilgan" deb javob qiladi. Qulashning sabablaridan biri shu edi. Vaholanki buxorolik mujohidlar va askarlar amirga maktub yo'llab, qaytib keling, kurashni davom ettiramiz deyishardi. Lekin amir u yerdan qochib keta olmadi. Bu asosiy sabablardan biri. Bundan tashqari amirlarning aysh-ishratga berilib ketgani, diniy e'tiqodning zaiflashgani haqida ham eshitganman. هذه من الأسباب، يعني الوازع الديني، كثرة الترف. Sabablardan yana biri aytganimdek dindan uzoqlashish va aysh-ishratga haddan ortiq berilish edi. Birodarim, tasavvur qiling. Men u yurtlarni ziyorat qilganimda eski saroyning eshigini ko'rdim. Bir birodarimiz Amir Muzaffarxonga, ya'ni Akrom, olim va Abdulahadning otasiga tegishli qadimiy buyumlarni sotayotgan ekan. أبو عبد الأحد أقصد. تخيل شيخ يعني الباب عندما تمسك الباب. Tasavvur qiling, eshikning dastasi. Faqatgina eshik tutqichining o'zi feruz toshlari bilan bezatilgan. Bu faqat tutqich xolos.
Saroy ichiga kirganimda esa hayratdan yoqushladim. Subhanalloh. Alloh taolo qanday berib, yana olib qo'yadi dedim. U yerda Xitoy va Yaponiyadan kelgan tashakkurnomalar, minnatdorchilik xatlari bor edi. شهادات من الصين ومن اليابان وتشكرات كذا ورسائل شكر وكذا. قل سبحان الله عجيب يعني. Menimcha ular aysh ishratga berilib ketishgan. Hatto amirning ikkinchi saroyiga ham borganimda, u mening bobom bo'lsa ham aytishim kerak, ulkan hovuzni ko'rdim. Biz 5 yulduzli mehmonxonalardagi hovuzlarni ko'rganmiz, lekin bunisining oxiri ko'rinmasdi. Bu faqat amirning o'zi cho'miladigan hovuz edi. Ehtimol mana shunday dabdabaga berilish davlatni zaiflashtirgan. Ayni paytda xalq qashshoq bo'lgan. Umuman olganda bularning bari Allohning taqdiri. Alloh kunlarni insonlarning o'rtasida aylantirib turadi. لعله كذلك يعني دخول هذا الترف مما أضعف الدولة ومما كان هناك ناس يعني يحتاجون الدعم أو كذا. عموما في المجمل قدر الله جل جلاله وتلك الأيام نداولها بين الناس. سؤالي subhanalloh navbatdagi savolim shuki, amirlik qulashdan oldin Buxoroda nechta maktab bor edi? Ta'lim qanday ahvolda edi, sheyx? Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, amirlar ta'limga e'tibor berishgan, lekin ularda zamonaviy ta'lim, masalan muhandislik, texnologiya kabi sohalarda kamchilik bo'lgan. O'sha davrda bu sohalar kuchli rivojlanmagan, ammo diniy ta'lim, Qur'on va hadis yodlash juda rivojlangan edi. Men o'qigan kitoblarda aytilishicha, Buxoroning o'zida 200 dan ortiq madrasalar bo'lgan. Bir gal bizni ziyorat qilgani kelgan o'zbek hojilardan biriga shu gapni aytsam, adashyapsiz. U davrda madrasalar soni 2000 dan ortiq bo'lgan dedi. Lekin men o'qigan kitobda 200 ta deb yozilgan. Tasavvur qiling, o'sha davrda davlat xazinasidan madrasalar uchun mablag' ajratilgan. Oxirgi amirlar, masalan Amir Abdulahadxon, Amir Olimxon, shular ta'limiga e'tibor berganligiga misollar bormi? Masalan, Amir Olimxonning hukmronligining oxirlarida katta miqdorda mablag' ajratilgan. Bu haqda Buxoro tarixiga nazar nomli kitobda ma'lumot keltirilgan. Bobom Mubinxon o'qimishli, ilmni va olimlarni yaxshi ko'radigan, ular bilan suhbatlashib o'tiradigan inson edilar. U kishini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Qachon vafot etganlar u kishi? Bundan 30 yilcha oldin. U kishi ham Buxorodan chiqib kelganmi? Ha, 20 yoshdan oshganlarida chiqib ketishgan. Undan avval bir muddat G'uzor viloyatiga amir bo'lganlar. Sizga o'sha voqealarni aytib berganlarmi? Biz u paytda yosh edik. Ular bilan o'tirganimizda amir ajdodlarimiz haqida, keyinchalik ahvol qanday o'zgargani, u yurtlarni qanday tashlab chiqib ketishgani haqida hikoya qilib berardilar. Alloh taolo bir zumda holatni boshqa holatga qanday o'zgartirib yuborish haqida ajoyib qissalarni eshitardik. Ular bu yerga qanday yetib kelishgan? Afg'onistonda va Turkiyada qarindoshlaringiz bor ekan. Buxoroda qolgan qarindoshlaringiz ham bormi? Yo'q, afsus u yerda hech kim qolmagan, chunki Sovet davlati ularni ta'qib qilgan. Nyu-Yorkda Amir Abdulahadning singlisi bor edi, vafot etib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Bolalari o'sha yerda. Afg'onistonda ham qarindoshlarimiz bor. Bobolarimiz esa alhamdulillah mana shu muborak yurtga kelishgan. Ular qanchon va qanday kelishgan bu yerga? Bu yerga kelishlari juda og'ir bo'lgan. O'sha paytlarda ot va boshqa ulovlarda yurishgan. Bobomdan eshitganlarim juda ayanchli hikoyalar. U kishining aytishlaricha, bir paytlar kumush va marmar idishlardan ovqatlanishgan bo'lsa, keyinchalik hayvon suyagida ovqat yeyishga majbur bo'lishgan. Men qanday qilib bobo deb so'raganimda bunday deganlar. Hijrat payti yuklarimiz va bola chaqamizni olib yo'lga chiqdik. Daryolardan o'tayotganimizda otlar bilan birga yuklarimiz ham oqib ketardi. Hatto ba'zi bolalarimiz ham suvga g'arq bo'lgan. Bu katta fojia edi. Bir joyda to'xtaganimizda bolalar suv ichmoqchi bo'lsa, kichkina bo'lganlari uchun qo'llarida suv icha olmasdi. Shunda duch kelgan biror hayvonni so'yib, uning bosh suyagini kosa qilib suv ichirardik. Bobom bu gaplarni aytib yig'lab yubordilar.
Men esa Allohning ishlaridan hayratga tushardim. Ularning hikoyalari rosti biz uchun katta ibrat edi. Ular bu yerga qirol Abdulaziz davrida otamning otasi, ya'ni bobom, o'z akasi bilan birga kelishgan. Ular Amir Abdulahad xonning davridan qolgan vaqf mulklarini izlashgan. Bu vaqflar Makkada, Madina va Jiddada bo'lgan. Ularni topishgani ham bir alohida qissa. Alhamdulillah, ular shu yerda o'rnashib qolishgan va biz ham shu yerlarda dunyoga keldik. Alhamdulillah. Bu vaqf kimga tegishli هذا الوقت edi? للأمير عبد الأحد خان الذي هو جدنا جد أبي. Bu vaqf Amir Abdulahad xonga tegishli edi. U kishi otamning bobosi bo'ladilar. U kishi bu vaqfni Buxorodan keladigan hojilar uchun vaqf qilganlar. Ular bu yerda yashab, yeb-ichib, so'ng hech qanday to'lovsiz vatanlariga qaytishlari mumkin bo'lgan. Bu faqat buxoroliklar uchun edi. Agar buxoroliklardan hech kim bo'lmasa, boshqalar ham foydalanishi mumkinligini aytganlar. Lekin birinchi navbatda buxoroliklarga mo'ljallangan edi. Mashaalloh. Vaqf hali ham ما زال mavjudmi? الحمد لله الوقت موجود في المدينة وفي مكة بفضل الله تعالى. Alhamdulillah. Vaqf hamon Makka va Madinada xizmat ko'rsatmoqda. U Buxorodan kelgan hojilarni qabul qiladi. Ba'zan ularning soni Makka va Madinada 2000 nafarga yetadi. Albatta bu muhtoj hojilar uchun. Ular bu yerga kelgach, o'z madaniy meroslarini saqlab qolishganmi? Ya'ni ota ajdodlaringiz. Amirlik merosidan deyarli hech narsa saqlanib qolmagan. Faqat ba'zi tangalar qolgan. Amir Muzaffarxon, Amir Abdulahad xon tangalari, ba'zi qilichlar ham bor. Bir birodarimiz Buxorodan kelib, menga bobomiz Muzaffarxonning Muzaffarxon Allohning qilichi deb yozilgan qilichini sovg'a qildi. Ulardan qolgan narsa shu xolos. خان سيف الله هذا جدنا يعني هذا الذي موجود يعني من ناحيتهم. Siz o'zbek tilini bilasizmi, sheyx? Otangiz bu tilda gapirganmilar? Otam Alloh rahmat qilsin, bu tilda yaxshi gapirardilar. Sizchi, sheyx? Menga Alloh nasib etmadi. Ba'zi so'zlarni tushunaman. يعني أفهم بعض الشيء منهم. Ya'ni o'zbekchani ozmas نعم نعم. tushunasiz. الحمد لله. لكن Alhamdulillah, lekin chuqur bilmayman. Ko'p harakat qildim, lekin Alloh nasib qilmadi. Hatto shu niyatda o'zbek tilini o'rganay deb o'zbek ayolga uylandim. Lekin unga arab tilini o'rgatdim-u, o'zim o'zbekchani o'rgana olmadim. Xalq orasida Buxoro amirligi haqida ularning ko'p pullari bo'lgan, ular ko'p oltin olib chiqib ketishgan degan gap so'zlar yuradi. Hatto shu darajada ko'p oltin bo'lganki, Buxoro amiri qochayotganda pulni olib sochgan, orqasidan quvlab kelayotganlardi degan gap so'zlar yuradi. Shu gap rostmi? سرة الذهب إلى من يأتي خلفه هكذا إلى هذه الدرجة ويقولون يعني أنه أودع أموال كثيرة يعني في البنوك وكذا يعني أفرغ بيت المال هل هذا صحيح؟ والله يا شيخ الذي سمعناه Bizning eshitishimizcha bu haqda yozilgan ham, lekin qanchalik to'g'riligini bilmayman. Urush boshlangach, xiyonat va mag'lubiyat hidini sezgan amir katta miqdordagi mablag'ni o'sha paytdagi Shveysariya banklariga qo'ygan. Lekin g'arbliklarning makrini bilasiz. Amir Abdulahad vafot etgach, undan keyin Amir Olimxon taxtiga o'tiradi. U kelganidan bir necha yil o'tib urushlar boshlanib ketadi va u bu pullarni ola olmaydi. U xiyonatga uchrab vafot etgach, aytgancha, u o'ldirilmagan, qochib ketmagan. Ko'pchilik, hatto u yerga borib kelgan ba'zi saudiyalik birodarlarim ham bilib bilmay gapirishadi. U qochmagan, balki avvalo Allohga tavakkul qilib, keyin Afg'onistonga yordam so'rab borgan. Uning farzandlari, ya'ni mening AQShdagi ammam va boshqalar xalqaro advokat yollashdi. Ular Shveysariyaga borib, Amir Abdulahad va boshqa amirlarning pullarini so'raganda, ular buning iloji yo'qligini aytishdi. Nima uchun deb so'rashsa, bu pullarni Buxoro amiri qo'ygan. Shuning uchun uning avlodidan bo'lgan Buxoro amiri kelib olishi kerak deyishdi. أموال كذا كذا الأمير عبد الأحد والأمير فأخبروهم أنهم ما يستطيعون. لماذا؟ قال لأنه أودعها وهو أمير بخارى. فيجب عليك أن تأتي بأمير بخارى من سلالته وهو الذي يأخذ هذه.
qanday amir? هكذا يقولون. Ular shunday deyishgan. Ya'ni, agar pulni olmoqchi bo'lsang, marhamat uning avlodidan bir kishini olib kel. Ikkinchi shart, u Buxoro amiri bo'lishi kerak deyishgan. Bu bajarib bo'lmaydigan shart. Pul o'zlarida qolishi uchun shunday qilishgan. Hatto ular bir necha bor ham urinib ko'rishgan, lekin iloji bo'lmagan. Biz bu pullar o'z egalariga qaytishini talab qilamiz. Agar biror ahli xoyr insonlar bu ishni o'z zimmasiga olib, pulni qaytarib O'zbekiston xalqiga bersa, unga maktablar va boshqa muassasalar qurilsa, bu juda yaxshi ish bo'lardi. تكيات خيرية هذا طيب. Fikra jayida mashallah. Juda yaxshi fikr, mashallah. Xo'p, bobangiz bu yerga kelib, o'rnashgach, nima ishlar bilan shug'ullanganlar? Boshida oddiy ish bilan shug'ullanganlar, tikuvchilik qilganlar. Tasavvur qiling, amir bo'lgan inson zamon taqozosi bilan tikuvchiga aylangan. Keyinchalik mashaalloh asta-sekin rivojlanib borganlar. Qirol Faysal rahimahulloh davrida bir ajoyib voqea yuz bergan. U kishi Qirol Abdulaziz bilan birga Makka ga kelganda, bobolarimizning vaqf mulkida turadilar. Bu mashhur voqea, lekin men uning to'g'riligini aniq tekshirmaganman. Ammo kitoblarda shunday yozilgan. Bobom oqil inson edilar. Qirol Faysal bilan uchrashishni so'raydilar. Salomlashgach unga "Sizlar bobomizning uyida turibsizlar" deydilar. O'sha paytda ba'zi odamlar bu vaqfni o'zlashtirib olishgan edi. Bobom haqiqatni aytib beradilar. Shunda Qirol Faysal bu gapni otalari Qirol Abdulazizga yetkazadi. Alloh bu muborak davlatga va hukmdorlariga baraka bersin. Qirol Faysal rahimahulloh buyrug'i bilan bu ishni o'rganish uchun kuchli qo'mita tuziladi. Bir necha yildan so'ng haqiqat yuzaga chiqadi va bobomizga vaqf mulklarini to'liq qaytarib berishadi. Shundan so'ng u kishi tikuvchilikni tashlab, Makkadagi vaqfning noziriga aylanadilar. Ukalari, ya'ni otamning otasi esa Madinadagi vaqfning noziri bo'ladilar. Bu voqea ushbu davlat haqiqat, iymon va adolat ustiga qurilgan davlat ekanini ko'rsatadi. ونصروا جدنا وأعطوه أوقافه كامل وكان هو ناظر في مكة. فبعد الخياطة وكذا كان ناظرا في مكة، وأخوه الذي هو أبو أبي كان ناظرا في المدينة. وهذا مما يشيد أن هذه الدولة دولة حق ودولة إيمان ودولة يقين. أسأل الله أن يمد لهم الخير ويعني يبارك لهم. Keyinchalik sizlar shu yerda, ya'ni Madinada tug'ilgansiz. Antum wulidtum huna. Ya alhamdulillah. Naam, alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Biz shu yerda Madinada tug'ilib katta bo'lganmiz. Qanday bu yerda katta bo'lgansizlar? Otangiz boshda siz bilan o'zbekcha gaplasharmidilar? Yo'q, afsuski. Biz arablar orasida ulg'aydik va ulardan biriga aylandik. Onam o'qituvchi edilar. Hozir ham shunday. Ular Qur'on va arab tilidan dars beraverganlaridan o'zbek tilini deyarli unutib yuborganlar. Biz ham tabiiyki onamiz gapirgan tilni o'zlashtirganmiz. Lekin otam mashaalloh tillariga mahkam edilar. Ular 2-3 ta tilni bilardilar. Fors tilida ham yaxshi gapirardilar. Chunki eshitishimcha, Buxoro hukumatida, ayniqsa Buxoro shahri aholisi fors tilida gaplashgan, lekin o'zbek tilida ham o'z shevalarida so'zlashgan. Otam va bobom ham fors va o'zbek tillarida bemalol gaplasha olardilar. Men ham ulg'aygach boshqa yoshlar kabi ishga kirdim. O't o'chirish sohasida taxminan 15-16 yil ishladim. Shundan so'ng otam betob bo'lib qolganlarida ularga qarash uchun ishdan bo'shadim. Ularning xizmatida bo'lib, tijorat bilan shug'ullana boshladim va hozirgacha shu ish bilan mashg'ulman. Logistika va talabalarni tashish kabi ishlarim bor. والحمد لله سرت تقريبا 15 سنة أو 16 سنة في الأمن الداخلي، في الدفاع المدني. نعم. وبعد ذلك الحمد لله كرمني الله وتفضل علي وكملت. كان والدي تعبان مريض وكنت أنا في خدمته، واعتذرت من العمل فكنت في خدمة والدي وكملت في التجارة. اشتغلت الحمد لله في التجارة بفضل الله علي، وما زلت إلى الآن. عندي الحمد لله خدمات مع الحجاج، عندي خدمات لوجستية يعني، وعندي مكتب للطلاب وكذا توصيل.
Yaqinda Sheyx O'zbekistonga bordingiz. Shu safar haqida gapirib bersangiz. Borishdan oldin Buxoro qanday tasavvur qilgan edingiz va borganingizdan keyin qanday tasavvur sizda hosil bo'ldi? أولا أنا ذهبت أوزبكستان قديما ولكن سامحهم الله ما أدخلوني سابقا قبل الرئيس الفاضل جزاه الله خيرا في العهد القديم ما أدخلوني ما أدري لماذا ما أدخلوني أو كانوا هم يعني Men avval ham O'zbekistonga borganman, lekin avvalgi hukumat davrida meni kiritishmagan edi. Sababini bilmayman. Balki soqollilarga nisbatan qattiqqo'llik bo'lgani uchundir. Bundan 10-15 yil avval men Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga borganman. Faqatgina O'zbekistonga kira olmaganman. ذهبت ليس إلى أوزبكستان أو بخارى، ذهبت إلى قرقيزستان وقازقستان وطاجكستان كلها دخلتها الحمد لله إلا أوزبكستان ما استطعت الدخول. ما استطعت. يعني ما هو Sababi nima edi? Viza ololmaganmisiz? صح. Ochig'ini aytsam, 15 yilcha oldin eski hukumat davrida menga soqolingizni olsangiz kirasiz deyishgan. Yaxshisi kirmay qo'yaveraman deganman. Viza tarjimasida ham ozroq muammo bo'lgan. Lekin alhamdulillah, 1 yilcha oldin yangi hukumat vizasiz rejimni joriy qildi. Alloh ularni qo'llasin. Bu barakotli hukumat bo'ldi. ولكن قريبا الحمد لله قبل تقريبا Sayohatingiz qanday o'tdi? Dohadan to'g'ri Toshkentga uchdim. Ayolim va farzandlarimni ham olib, ularga ajdodlarimiz qanday va qayerda yashaganini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu safar menga juda qattiq ta'sir qildi. Alloh taolo qanday qilib zamonni, makonni va taqdirni o'zgartirishini, lekin o'zi o'zgarmasligini his qildim. يغير المكان والزمان والقدر يعني قدرا وكل شيء يعني سبحان الله. ولكن عندما دخلت بخارى صدقا يا شيخ شعرت بشعور غريب يعني كأني Ammo Buxoroga kirganimda rosti g'alati bir his tuyg'uni tuydim. Xuddi Madinai Munavvaraga kirganda bo'ladigandek, o'zimni juda xotirjam his qildim. Hatto baraka isini sezgandek bo'ldim. Buxoroi Sharif deyishlarini eshitganimda bu nom bejizga berilmaganini angladim. U yerda ulamolar bo'lgan, ilm markazi bo'lgan. Madrasa va masjidlarga borsangiz ajib bir holatni ko'rasiz. Garchi ayrim salbiy ko'rinishlar bo'lsa-da, Buxoro men ziyorat qilgan Toshkent, Andijon, Namangan kabi shaharlardan tubdan farq qiladi. Buxoroga borsangiz ko'plab islomiy asori atiqlar va yodgorliklarni tomosha qilasiz. يعني بعض المظاهر لكن البلد بخارى بالذات تختلف عن جميع التي زرتها يعني طشقند وانديجان ونمنجان كل هذه زرتها يعني الحمد لله في هذه السفرة ما جعلت شيئا على نفسي كل هذه البلدان الحمد لله زرتها. البخارى بالذات يعني عندما تزورها تجد كثير من الآثار تتفرج الآثار الإسلامية والتحف الإسلامية والجميل في ذلك عندما ذهبت Muzeyga borganimda bir qiziq voqea bo'ldi. Sayyohlarga xizmat ko'rsatadigan bir kishi bobom haqida gapirayotgan ekan. Men jim o'tirib eshitdim. Keyin tarjimon orqali undan bu ma'lumotlarni qayerdan oldingiz deb so'radim. Ayolim tarjima qilib turdi. U kulib, shunchaki eshitganman degandek javob berdi. Men unga aniq manbaga asoslanish kerakligini, aks holda zulm bo'lishini aytdim. U salbiy gaplar aytayotganmidi, Sheyx? يعني سلبية نوعا ما إيجابية نوعا ما هكذا يعني Ham salbiy, ham ijobiy. Bilsangiz, sayyohlar ko'pincha haqiqatni tekshirib o'tirmaydi. Sizni kimligingizni bilarmidi, Sheyx? Yo'q, bilmasdi. Oxirida men unga o'sha kishi mening 4-bobom bo'lishini aytdim. U mashalloh deb yubordi. Men uni Madinada mehmon qilishga tayyorligimni aytdim. Unda bobongiz haqida yaxshi gaplarni gapiraman dedi. Men unga muhimi bu emas, haqiqatni gapirishingiz muhim dedim. Men shuni tushundimki, bu xalqda ajoyib bir yaxshilik bor. Ular iymonni, Qur'onni qabul qiladigan xalq. Tasavvur qiling, 70 yildan ortiq kommunistik tuzum ostida yashagan. Mantiqan olganda, bu davrda islom butunlay yo'q bo'lib ketish kerak edi. 70 yillik qatag'on va zulmlardan keyin ham deyarli har bir uyda diniy kitob,
eski Qur'on, xayr baraka va duo hidini topasiz. Ular doimo duoda. Bu holat kishini xursand qiladi. قديم أو قرآن قديم أو رائحة الخير، رائحة الدعاء، في كل وقت دعاء دعاء. يعني هذا الشيء تفرح. Bizning odatimiz shu. Har yig'inganimizda duo qilamiz jamoaviy. ومرة كمان جاوبني أحد الإخوة كبار في السن، أنا أحب الكبار أسمع منهم كلام جميل. قلت له يا شيخ دائما دعاء دعاء، هذا يعني لماذا هذا؟ فكان الرد قوي يا شيخ، وهو قال لي يا شيخ هذا الدعاء بأمر الله هو الذي Bir keksa kishidan nima uchun har doim duo qilasizlar deb so'raganimda, u juda ajoyib javob berdi. Birodarim, ayni shu duolarimiz Allohning irodasi bilan qalbimizda va farzandlarimizning qalbida iymonni saqlab qolgan dedi. Qishloqlarni ziyorat qilsangiz, odamlarning Allohga, dinga, Qur'onga juda yaqin ekanligini his qilasiz. Bu meni juda quvontirdi. Sheyx, bizda har namozdan keyin Qur'on o'qiladi. Bu odatni siz qanday ko'rdingiz? طبعا نحن هنا درسنا في مدارسنا مدارس الحمد لله. Biz bu yerda, ya'ni Madinada sunnatga kuchli e'tibor beradigan ta'limotlar asosida o'qiganmiz. U yerda ba'zi farqlarni ko'rdim, lekin umuman olganda ularda yaxshilik juda ko'p. Eng go'zal tomoni, ular sunnatni qabul qilishadi, yaxshi ko'rishadi. Albatta ular Hanafiy mazhabiga amal qilishadi. Buni hisobga olishingiz kerak. O'zingiz Hanafiy mazhabdamisiz yoki boshqa mazhabdami? Yo'q, men yurtimiz, ya'ni ikki haram yurtining mazhabi bo'lmish Hanbali mazhabidaman. Otangiz-chi? Otam Hanafiy edilar. Siz o'zingiz-chi? Men shu yerda haram madrasasida o'qib ta'lim olganim uchun shu mazhabdaman. من معهد الحرم ودرست في الحرم وكذا فضل الله علي يعني فالحمد لله. Buxoroga borganingizda Amir saroyiga kirdingizmi? نعم. Ha, albatta. Shu haqida gapirib أريد bersangiz. أن أذهب يعني كنت أريد أن أبقى في القصر طبعا ما خلونا يعني ذهبت إلى القصر الكبير. Saroyda qolmoqchi ham bo'ldim, lekin qo'yishmadi albatta. Katta saroyni, bobomning saroyini borib ziyorat qildim. Bolalarim, bo'ldi ketaylik deyishsa ham, men o'tirgim keldi. Ehtimol xazina topib olarman dedim. Lekin jiddiy aytsam, o'sha yerda o'tirib, bobong yoki uning otasini qanday yashaganini, bu saroylar qanday bo'lgani va zamon qanchalik o'zgarib ketganini tasavvur qilar ekansan, hayratga tushasan kishi. Men Ark qal'asi ichida joylashgan katta saroyni ziyorat qildim. Bu juda ajoyib edi. Haqiqiy me'moriy durdona edi. O'zim ham muhandislikdan ozroq xabarim bor. Tasavvur qiling, Amir 3-qavatga hech kimga ko'rinmasdan chiqa olgan. U yerdan pastda saf tortgan askarlarni kuzatgan. Saroydan hech kimga bildirmay chiqib ketmoqchi bo'lsa, o'sha davrda lift yoki boshqa narsa bo'lmagan. U maxsus bir joyga kirib, o'sha yerdan tashqariga chiqib ketgan. Maxfiy hujralar, zindonlar, mehmonlarni qabul qilish xonalari. Haqiqatan ham bu o'sha zamon uchun bir san'at asar bo'lgan. Bunday hashamatli binoni loyihalashtirgan muhandislar kimlar ekan? Bo'yoqlar va me'morchilikni bunday uyg'unlashtirgan ustalar kimlar ekan deb o'ylab qolasan. Keyin yana ikki saroyga, yozgi va qishki saroylarga bordim. استقبال الضيوف لكذا يعني صراحة هو تحفة يعتبر تحفة فنية في ذاك الزمان. من هؤلاء المهندسين الذي هندسوا هذه المعمار الفاخر؟ من هؤلاء الناس الذين ضربوا هذه التنسيق بين الطلاء بين الهندسة يعني صراحة. ثم ذهبت إلى قصر الآخر وقصرين، قصر في الصيف وقصر في الشتاء. وقصر الشتاء كان أعجب من قصر الصيف يعني سبحان الله العظيم. يعني فعلا أخبرتك أن في هذيك يعني تخيل أنت قبل تقريبا 200 سنة أو 150 سنة، خلينا نقول قبل 100 سنة. تخيل قبل 100 سنة مثلا كان هم وصلوا إلى هذا يعني Qishki saroy yozgisidan ham ajoyibroq edi. Tasavvur qiling, bundan 100-150 yil oldin ular shunday taraqqiyotga, me'morchilik san'atiga erishgan ekan. Lekin buning qanday salbiy tomoni bor deb o'ylaysiz? Dabdaba.
Menimcha o'sha zamonda bunday bo'lmasligi kerak edi. Lekin dunyoning ishi shu. Alloh taolo Qur'onda biz biror yurt ahlini halok qilmoqchi bo'lsak, undagi ayonu boyonlarni iymon keltirishga buyuramiz. Shunda ular Parvardigorlarining amriga qarshi chiqadilar. Oqibatda ular ustiga qaytarilmas azob tushishi muqarrar bo'ladi va biz ularni butkul halok qilib yuboramiz deydi. Bu hayotiy qoida. Allohdan panoh so'raymiz. Bu har bir zamonda barchaga birdek taalluqli bo'lgan o'zgarmas qoidadir. Ajdodlaringiz bu yerga kelib, ya'ni jamiyatga qo'shilishlari qanday bo'lgan? Madinada ko'rganingizdek, millatlar ko'p, har xil joydan kelganlar yashaydi. Qanday bo'lgan ular uchun kirishib ketishlik, yashashlik? Shu to'g'risida aytib bersangiz. ومتعايش جدا وما في هل وجدتم عنصرية؟ هل وجدتم أشياء متعبة هنا يعني Birodarim, ular jamiyatga kirib borishmagan, balki u bilan birga ulg'ayishgan. Otam shu yerda tug'ilganlar. Bobom Sayyid Hoshim esa Qirol Abdulaziz davrida kelganlar. Mamlakat rivojlangani sari ular ham u bilan birga o'sib ulg'ayishdi. Shuning uchun alhamdulillah biz hech qanday jiddiy irqchilikka duch kelmaganmiz. Aksincha o'zimizni shu yurtning bir bo'lagi deb bilamiz. Ikki haram xodimiga va Saudiya davlatiga sodiqmiz. Biz bu yurtning non tuzini yeb ulg'aydik. Men davlat xizmatida 15 yil ishladim. Otam betob bo'lib qolmaganlarida aslo bu ishdan bo'shamagan bo'lardim. Chunki men bu yurtni, unga xizmat qilishni juda yaxshi ko'raman. Sadoqatimiz yuksak. Hatto otam ham yoshliklarida harbiy havo kuchlari institutiga kirib, zobit bo'lishni xohlaganlar. Lekin Alloh nasib qilmagan. Bu faqat bizning oilamizga xos emas. Urushdan keyin kelgan ko'plab eski buxorolik, andijonlik o'zbek oilalari Saudiya armiyasida, ichki xavfsizlik xizmatlarida yuqori martabalarga, general, polkovnik darajalarigacha erishishgan. Vazirlar ham bo'lganmi? Ha, vazirlardan tashqari doktorlar, ziyolilar bo'lgan. Hatto ba'zi asli o'zbekistonliklar elchi darajasiga ko'tarilishgan. Shunday qilib biz bu jamiyatga singib ketdik. Jamiyat ham bizni xush qabul qildi. Biz bir butunmiz. Xudo andachiligimiz bor. Ko'pchiligimiz Juhayna, Harb kabi mahalliy qabilalar bilan Xudo anda bo'lishgan. Biz birmiz. Hatto ba'zilar bizni, Buxoriylar oilasini bu yerda uzoqdan beri yashaganimiz uchun bir qabiladek qabul qilishadi. Urf-odatlarimiz ham bir-biridan umuman farq qilmaydi. Kattalarga hurmat, namoz va boshqa an'analar deyarli bir xil. Siz yaqinda O'zbekistonga bordingiz. Qirg'iziston kabi boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga solishtirganda u yerda xalijliklar yoki arablar faoliyati qanday? Siz nazdingizda, Sheyxana? أنت زرت قرغيزستان، زرت طاجكستان، زرت قزاقستان وزرت أوزبكستان مؤخرا. نعم، ما الذي تراه يعني في فرق؟ يعني مثلا قرقيزستان وطاجكستان وهذه بلاد كثير ما شاء الله من Men Tojikiston va Qirg'izistonga borganimda, u yerda Ko'rfaz mamlakatlaridan kelgan birodarlarimizni ta'lim, tijorat kabi sohalarda ko'pligini ko'rdim. Lekin O'zbekistonda ularni deyarli uchratmadim. Ko'rfazdan kelgan tadbirkorlarni yoki ishchilarni ko'rmadim. Balki bordim, lekin juda oz. Masalan, Qirg'izistonda ba'zi birodarlarimiz restoranlar, tibbiy markazlar ochishgan. عاملين هناك أو كذا أنا في نظري ما وجدته لكن قد يكون لكن ممكن يكون قليل لكن ما شاء الله في قرقيزستان بالذات يعني وجدنا بعض الإخوة فتحوا مطاعم بعض الإخوة فتحوا ما شاء الله تقريبا مستوصفات أو كذا لكن في أوزبكستان نتمنى أن تكون علاقة أشد من هذا نتمنى يعني رسالة مني للإخوة التجار سواء السعوديين أو الخليجيين أو حتى العرب يعني Biz O'zbekiston bilan bundanda kuchliroq aloqalar bo'lishni istardik. Shu fursatdan foydalanib, saudiyalik, ko'rfazlik va boshqa arab tadbirkorlariga murojaat qilmoqchiman. Yangi hukumat va uning maqtovga sazovor yangi yo'nalishi bilan hamkorlikni hozirdanoq boshlang. Ular bilan savdo-sotiqni yo'lga qo'ying. O'zbekistonda shunday muhandislar borki, ularning mahoratiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Xoh mexanika, xoh elektr sohasi bo'lsin. Ularni boshqalardan ko'proq qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ayniqsa ular biz bilan bir yo'lda, bir e'tiqodda. Bu katta imkoniyat. نقف معهم من غيرهم يعني خصوصا هم ما شاء الله
على النهج الواحد وعلى التوحيد الواحد وعلى فرصة. بارك الله فيك. هل من Shayxana Alloh sizga baraka bersin. Barakalloh fik. Yurtdoshlarimizga ko'nglingizdan gapiradigan bir gap, murojaatlaringiz bormi? شيء تودون قوله؟ إذا كان ولا بد رسالة أقول لهم نحن بلاد الخير، يعني أوزبكستان بلاد أوزبكستان Agar murojaat qilish imkoni bo'lsa, shunday degan bo'lardim. Ota yurtimiz, ya'ni O'zbekiston va Buxoro zamini xayrli va barakali yurtdir. Bu yurtdan muhandislar, ziyoli insonlar yetishib chiqqan. Diniy ilmlar, hadis, Qur'on, hatto dunyoviy ilmlarda ham ular peshqadam bo'lishgan. Al-Xorazmiy, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy va hokazo. Dinga ko'p xizmati singan eng kuchli 5 muhaddis shu zamindan chiqqan. Agar Allohning marhamati so'ng Buxoriy va Muslim bo'lmaganida hadislarning sahihligini aniqlashda qanchalik qiynalgan bo'lardik. Bu sharafni, bu faxrni bizning farzandlarimiz, nabiralarimiz boy bermasligi kerak. Ular bu bayroqni baland ko'tarishlari va buxorolik ekanliklari bilan, ajdodlari dinga xizmat qilgani bilan, asli shu muborak zamindan ekanliklari bilan faxrlanishlari lozim. Bu yerdagi birodarlarimizga murojaatim shuki, ular din oldidagi mas'uliyatni his qilsinlar. قدر المسؤولية للدين، قدر المسؤولية. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن كان Alloh taolo Qur'onda agar Allohga bo'ysunishdan bosh tortsangiz, u o'rningizga boshqa qavmni keltiradi. So'ng ular sizlar kabi bo'lmaydi deydi. Agar Buxoro ahlining o'zi dunyoga berilib ketsa, unda ilmni kim asraydi? Alloh ularning o'rniga boshqalarni keltiradi. Bugungi Buxoro ahli ularning farzandlari va nabiralari o'z ajdodlari kabi bo'lishlari kerak. Shayx, bu umumiy murojaat bo'ldi. O'zbek yoshlarigachi, ularga nima degan bo'lardingiz? U yerdagi o'zbeklargami? Ha, u yerdagi yoki dunyodagi yurgan barcha yoshlarga. O'zbek yoshlariga aytamanki, ajdodlaringiz iymon va dinni qonlari bilan himoya qilishgan. Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi bobolarimiz biz uchun iymon va dinni, ayniqsa hadis ilmini meros qilib qoldirishdi. Bu meros yo'qolmasligi kerak. Sizlar dunyoga chalg'imang. Oldi-sotdi va hokazo ishlarga berilmang. Agar shu ishlarni qilishingiz kerak bo'lsa, ozroq vaqt ajrating. Asosiy vaqtingiz ilm va Qur'onga sarflansin. Birodaram, bir muhim jihat bor. Ular bu muborak yurtdagi, Saudiyadagi imkoniyatlar uchun Allohga hamd aytishlari kerak. Bu yerda din va ilm eshiklari ochiq. Masjid-i Nabaviyda ustozlarning o'zlari keling, hadis o'qing, matnlar yodlang deb turishadi. الحديث هم الذين يقولون ابدأ. المتون ما شاء الله عند الشيخ في الحرم عندنا عند الشيخ عبد المحسن القاسم جزاه الله خير وكذا. Haram shayxi Abdul Muhsin Qosim va boshqa ulamolardan ko'plab ilm olish mumkin. Agar ikki haram yurtida o'qishingiz iloji bo'lmasa, boshqa davlatlar bor. Qohirada, Misrda va yana boshqa shaharlarda o'qishingiz mumkin. Hatto men Mavritaniyada o'qiyotgan talabalardan qayerdan sizlar deb so'raganimda O'zbekistondanmiz deyishgan. Men juda xursand bo'lib, subhanalloh, sizlar Imom Buxoriy yurtidan kelib, shu yerda ta'lim olyapsizlarmi dedim. Ular Qur'on, ajrumiya va boshqa ilmlarni o'rganishayotganlarini aytishdi. Men yosh talabalarga va yigitlarga aytamanki, sizlarning yo'lingiz shu, boshqa yo'lingiz yo'q. Ajdodlaringiz shunday bo'lgan, sizlar ham ularga ergashing. Dunyo ishlarini qilish kerak bo'lsa, ozgina qiling. Qur'onda dunyoning har tarafida yuringlar degan, unga g'arq bo'linglar demagan. Ammo din haqida shoshilinglar, ko'proq amal qilinglar degan. Alloh bizni ham, ularni ham yaxshiliklarga muvaffaq qilsin va barchamizga go'zal xotima nasib etsin. Shayx, siz bu yerda Madinada tug'ilib o'sdingiz. O'zbekistondan, Buxorodan bu yerga, xususan Madinaga va umuman Saudiyaga ilm talab qilib kelmoqchi bo'lganlarga nima degan bo'lardingiz? بالذات المدينة وبشكل عام السعودية.
Umumiy suratda Saudiyadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu Allohning bir tanlovidir. Alloh taolo uni tanlab, shu yurtga keltiribdimi, xoh Madina, xoh Qosim, xoh boshqa shahar bo'lsin, bu katta baxt. Esimda, Shayx Muhammad Usayminning darslarida ko'plab o'zbek va tojik talabalar bo'lardi. Makkada, Jiddada, Riyozda, qayerda bo'lmasin, hukumat alhamdulillah har qanday mamlakatdan kelgan tolibi ilmga o'z eshiklarini ochadi. Ayniqsa Madinada alhamdulillah masjidlar ko'p. Masjid-u Nabaviyda har 10-20 metrda bir olimni uchratish mumkin. Bu yerda alhamdulillah ishlar oson. Muhimi davlat qonunlariga rioya qilib yursang bas. Hatto Allohning fazli bilan Haram-i Nabaviyda umraga kelgan hojilar uchun ham Qur'on darslari bor. Haramda o'tirgan biror hojining oldiga kelib, Qur'on o'rganishni xohlaysizmi deb so'rashadi. Agar u ha desa, o'sha zahoti o'rgatishni boshlashadi. Bir harf, bir haftaga, 10 kunga kelgan ziyoratchilar uchun ham ta'lim mavjud. Bu katta ne'mat. Talabalar Madinaga kelgach, xoh ziyoratchi, xoh shu yerda istiqomat qiluvchi bo'lsin, boshqa narsalarga chalg'imasdan ilm bilan mashg'ul bo'lishlari kerak. Bu ular uchun dunyo va oxiratda eng yaxshi ozuqa bo'ladi. فهذه نعمة كبيرة الآن الطلاب بدل أن ينشغلوا في أشياء أخرى إذا جاءوا للمدينة سواء معتمرين أو زائرين أو مقيمين ينشغلون في العلم. هذا أفضل شيء بعد الله سبحانه وتعالى يكون لهم سندا للآخرة سواء دنيا أو آخرة. جزاكم الله خير. Shayxana Alloh sizdan ما rozi هي bo'lsin. المميزات التي Madinada يجده ilm talab qilgan من يطلب العلم kishi في المدينة؟ qanday imtiyozlarga شوف ega في المدينة bo'ladi? بفضل الله Bu تعالى shaharda أولاً aynan يعني Madinada. يعني حتى العوام هذه نقطة مهمة يفرحون بطالب العلم. Birinchidan, Madinada hatto oddiy odamlar ham tolibi ilmni ko'rib xursand bo'lishadi. Xalq va jamiyat ilm ahlini juda yaxshi ko'radi. Xoh u haramda, xoh mashhur madrasalarda, xoh islom universitetida o'qisin, unga hurmat ko'rsatiladi. Shahar eshiklari ham, jamiyat eshiklari ham talabalar uchun ochiq. Muammo ba'zi talabalarning o'zida. Ular Madinaga ilm talabida kelishadi-yu, keyin moliyaviy qiyinchiliklar sababmi boshqa yo'llarga kirib ketishadi. Savdo sotig'u tijorat bilan shug'ullanib, asl maqsadlarini unutib qo'yishadi. Bu shaytonning hiylasidandir. Agar u xayrli ish bilan, o'qish bilan band bo'lsa, Alloh unga yordam beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam albatta Alloh bu Qur'on bilan ba'zi qavmlarni yuksaltiradi va boshqalarni tushiradi deganlar. Bu katta imkoniyat. إذا بدأ بالخير وبدأ بالدراسة أعانه الله يكمل. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة. Oxirgi savolim, yaqinda O'zbekistonga borib ziyorat qildingiz. Bu yerdagi asl buxoroliklar, O'rta Osiyoliklar va arablarni O'zbekistonga borib ziyorat qilishni tavsiya qilasizmi? Ayniqsa asli o'sha yerlik birodarlarimiz Alloh ularga qanday ne'mat berib, ularni bu muborak yurtga keltirib qo'yganini his qilishadi. U yerda turli iqlimlarni, go'zal tarixiy obidalar va qadimiy madrasalarni ko'rib, ilm Buxoro va Samarqanddan qanday tarqalganiga guvoh bo'lasiz. Shuningdek, go'zal tog'lar va bog'larni, qadimiy meros va hunarmandchilikni, palov pishirish, non yopish kabi san'atlarni ko'rasiz. Bu yurt sayohat, tarix, din va umuman har tomonlama juda ma'qul keladi. Shayxana suhbat uchun Alloh rozi bo'lsin sizdan. Sizga ham tashakkur. Alloh sizdan rozi bo'lsin.